Bugun men juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib tushuntirib bermoqchiman. Shifoxonalarda qaror qanday qabul qilinadi? Qariyalar davolanishdan chetda qolib ketmasligi uchun nimalarni bilishi kerak? Va endi yoshi katta odamlarni davolashmaydi degan gaplarning qaysi qismi haqiqatga yaqin, qaysi qismi vahima? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki yoshi katta qarindoshimiz bor. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni bilmagan odam ko'pincha shifoxona eshigi oldida vaqt yo'qotadi. Hujjat topolmaydi, navbatda qoladi yoki o'z huquqini talab qila olmaydi. Men bu mavzuni shunday tushuntiraman. Hech kimning hayoti faqat pasportdagi yoshga qarab baholanmasligi kerak. Lekin amaliyotda ayrim yangi tartiblar, navbat tizimi, yo'llanma, tibbiy ko'rsatma, resurs yetishmasligi, reanimatsiya joylari, dori ta'minoti va foyda zarar nisbati degan tibbiy mezonlar sabab qariyalar oilasi ko'p savol bilan yuzma-yuz keladi. Eng katta xavf shuki, odamlar davolamaslik buyrug'i chiqibdi degan gapni eshitib qo'rqib qoladi, lekin aslida qayerga murojaat qilishni, qanday yozma javob talab qilishni, qaysi hujjat kerakligini bilmaydi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar shifoxonaga ko'pincha bir tanish orqali, mahalla shifokori orqali, tez yordam orqali yoki to'g'ridan to'g'ri qabul bo'limiga borib murojaat qilardi. Yoshi katta bemor kelganda shifokor ko'rib, bosimi, nafas olishi, yurak urishi, qon miqdori, umumiy holatini baholab, zarurat bo'lsa bo'limga yotqizar edi. Lekin hamma joyda tartib bir xil emas edi. Ba'zi oilalar darrov joy topar edi, ba'zilari esa joy yo'q. Avval poliklinikadan yo'llanma olib keling, tahlillarni topshiring. Ertaga keling degan javob bilan qaytarilardi. Hozir nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shuki, tibbiyotda tartib ko'proq hujjatga, elektron ro'yxatga, yo'llanmaga, klinik protokolga va bemorning haqiqiy tibbiy ko'rsatmasiga bog'lanib bormoqda. Ya'ni shifoxonaga yotqizish uchun odam yoshi katta, shuning uchun olib qoling degan asos yetarli bo'lmayapti. Bemorning holati aniq ko'rsatilishi kerak. Masalan, qon bosimi 200 ga chiqqanmi? Insult belgisi bormi? Yurak xuruji ehtimoli bormi? Nafas yetishmovchiligi bormi? Qon 25 ga chiqqanmi? Buyrak ishlamayaptimi? Tana harorati tushmayaptimi? Hushda o'zgarish bormi? Mana shu joyda odamlar noto'g'ri tushunadi. Agar shifokor hozir shifoxonaga yotqizishga ko'rsatma yo'q, ambulator davolanish mumkin desa, ayrimlar buni qariyani davolashmadi deb qabul qiladi. Lekin boshqa holat ham bor. Ba'zan haqiqatan ham yoshi katta bemorning shikoyati jiddiy bo'lsa ham oilaga yetarli tushuntirish berilmaydi. Yozma asos ko'rsatilmaydi. Bemor uyga yuboriladi, keyin holati og'irlashadi. Shuning uchun men bugun aynan nimani talab qilish kerakligini, qanday qilib xotirjam va qonuniy harakat qilishni aytaman. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, yoshning o'zi davolamaslik uchun asos bo'la olmaydi. Yetindim yosh, saqim yosh, hatto to'qilim yosh ham endi davolash shart emas degan hukm emas. Tibbiyotda qaror bemorning umumiy holati, kasallikning og'irligi, davolashdan qutuladigan foyda, xavf darajasi, bemorning xohishi va yaqinlarning ma'lumoti asosida qabul qilinadi. Masalan, ba'zi yoshli odam yurak yetishmovchiligi bilan kelsa, lekin hushida, qon bosimi nazoratda, kislorod darajasi 6%, oyoqlarda yengil shish bo'lsa, uni shifoxonaga yotqizmay, dorilarni o'zgartirib, poliklinika nazoratiga berishlari mumkin. Bu har doim ham yomon qaror emas, lekin boshqa misolni olaylik. 7 yoshli ayolda nafas qisishi kuchaygan, kislorod darajasi 6%. Lablar ko'kargan, gapirganda hansiraydi, bosimi to'qilimga tushgan. Bunday holatda uyga olib boring, yoshi katta ekan deyish mutlaqo xavfli. Bu yerda tez yordam, kislorod shifoxona kuzatuvi, ehtimol reanimatsion yordam kerak bo'lishi mumkin. Oilaning vazifasi shovqin qilish emas, aniq gapirish. Doktor, iltimos, bemorning kislorod ko'rsatkichini, bosimini, tashxisini va nima sababdan yotqizilmasligini yozma ko'rsatib bering deyish kerak. Kimlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi navbatda yurak kasalligi bor qariyalar, stenokardiya, infarkt o'tkazganlar, yurak yetishmovchiligi, aritmiya, bosim tez-tez ko'tariladiganlar. Masalan, bobongiz 76 yoshda, ko'kragida bosimchi og'riq bor. Og'riq chap qo'lga yoki jag'i tarqayapti, sovuq ter bosyapti, ko'ngli aynayapti. Bunday holatda ertalab poliklinikaga boramiz deyish xavfli. Darhol tez yordam chaqirish kerak. Chunki infarktda 1-2-3 soat eng muhim vaqt hisoblanadi. Vaqt o'tgan sari yurak mushayi ko'proq zararlanadi. Ikkinchi guruh. Insult xavfi borlar. Agar 72 yoshli onangiz birdan gapira olmay qolsa, og'zi qiyshayib qolsa,
bir qo'li yoki oyog'i bo'shashsa, ko'zi xiralashsa, hushda chalkashlik paydo bo'lsa, bu oddiy qarilikdan holsizlanish emas. Men doim aytaman. Bunday vaziyatda har bir daqiqa miya hujayralari uchun muhim. Bosimi chiqibdi. Choy ichirib yotqizamiz deb kutib o'tirmang. Tez yordam chaqiring, alomat qachon boshlanganini aniq eslab qoling. Masalan, soat 15. Irimda gaplari chalkashdi deb ayting. Bu shifokor uchun juda muhim. 3-guruh qandli diabeti bor qariyalar. Qand 20-25 ga chiqsa, og'iz qurishi, ko'p siyish, holsizlik, ko'ngil aynishi, hushning xiralashishi bo'lsa, bu uyda bir dona dori ichib ko'ramiz degan holat bo'lmasligi mumkin. Aksincha, qand juda tushib ketsa ham xavfli, bemor tanlaydi, qo'li titraydi, gaplari chalkashadi, hushdan ketishi mumkin. Men ko'p oylarda ko'rganman, onam qari. Uxlab qoldi deyshadi. Aslida qandi keskin tushib ketgan bo'ladi. Shuning uchun uyda diabeti bor qariyaga glyukometr bo'lishi juda foydali. 4-guruh yotoqda yotadigan, o'zi yura olmaydigan, demensiya yoki falajlikdan keyin parvarishga muhtoj odamlar. Bu bemorlarda pnevmoniya, siydik yo'li infeksiyasi, yotoq yarasi, suvsizlanish, tromb xavfi yuqori bo'ladi. Masalan, 55 yoshli bu yotib qolgan, tana harorati 38 bu. Ishtahasi yo'q, siydigi hidli, terisi qurigan, ko'zi kirtaygan, bu qarilik emas, infeksiya bo'lishi mumkin. Shifokorga borganda yoshi katta, kuchsiz demang, aniq belgilarini sanang. Harorat necha kundan beri? Qancha suv ichyapti? Siydik rangi qanday? Bosimi necha? Kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Agar qariyaning holati barqaror bo'lsa, shifokor ko'rigidan o'tgan bo'lsa, tahlillari qoniqarli bo'lsa, shifoxona shart emasligi haqida tushuntirilgan bo'lsa, uy sharoitida davolanish yomon narsa emas. Masalan, 74 yoshli erkakning bosimi big etim 9'in, yengil bosh og'rig'i bor, nevrologik belgi yo'q, yurak og'rig'i yo'q, nafas normal. Shifokor dorisini to'g'rilab, 4 kundan keyin nazoratga chaqirdi. Bu holatda shifoxona talab qilishdan ko'ra, dorini vaqtida ichish, bosimni kuniga 2 mahal yozib borish, tuzni kamaytirish, suyuqlik va uyquni nazorat qilish to'g'riroq bo'ladi. Yana bir real vaziyat. Tekijun yoshli bemor tizzasi og'rigani uchun qabulga boradi. Oila yotqizib davolanglar deydi. Shifokor rentgen, tahlil, og'riq qoldiruvchi, fizioterapiya yoki travmatolog ko'rigini tavsiya qiladi. Agar sinish, yiringli yallig'lanish, qattiq shish, harorat, oyoq tomirida tromb belgisi bo'lmasa, shifoxonaga yotqizish shart bo'lmasligi mumkin. Bu davolamaslik emas, davolash shaklini to'g'ri tanlashdir. Lekin bemorga reja yozib berilishi kerak. Qaysi dori, necha kun, qaysi shifokorga qachon qayta ko'rik. Endi eng nozik jihatga o'tamiz. Istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nuanslar. Birinchi nuans. Davolash degani har doim shifoxonaga yotqizish degani emas. Davolash uyda, poliklinikada, kunduzgi statsionarda, tor mutaxassis qabulida yoki shoshilinch bo'limda qisqa kuzatuv bilan ham bo'lishi mumkin. Lekin har qanday holatda bemorga tushunarli reja berilishi kerak. Agar sizga faqat uyga olib boring deyilgan bo'lsa, bu yetarli emas. Siz tashxis nima, qaysi dorilar, qaysi alomat bo'lsa qaytamiz, qachon nazoratga kelamiz deb so'rashingiz shart. Ikkinchi nuans. Qariyalarda kasallik belgilari yosh odamlarnikidek aniq chiqmasligi mumkin. Masalan, yosh odamda pnevmoniya bo'lsa, yo'tal, balg'am, harorat bo'ladi. 4 yoshli odamda esa faqat holsizlik, ishtaha yo'qligi, chalkash gapirish bo'lishi mumkin. Infarktda ham har doim ko'krakni qattiq og'ritmaydi. Ba'zida faqat hansirash, ko'ngil aynishi, bel og'rig'i, kuchli terlash bo'ladi. Shuning uchun og'rimayapti ekan, demak jiddiy emas deb xulosa qilmang. 3-nuans, ayrim muolajalar qariyalarda foydadan ko'ra zarar keltirishi mumkin. Masalan, juda og'ir ko'p kasallikli yotoqdagi 9 yoshli bemorga ba'zi jarrohlik amaliyotlari xavfli bo'lishi mumkin. Narkoz yurakka, miyaga, buyrakka og'irlik qiladi. Shifokor operatsiya tavsiya qilinmaydi desa, bu davolamaymiz degani emas. Bu og'riqni kamaytirish, infeksiyani nazorat qilish, nafasni yengillashtirish, oziqlanishni yaxshilash, parvarishni to'g'rilash kabi boshqa yo'l tanlanadi degani bo'lishi mumkin. 4-nuans, reanimatsiya masalasi. Reanimatsiya joylari cheklangan bo'ladi. Lekin bu joy faqat yoshlar uchun degani emas. Reanimatsiyaga kim yotadi? Hayotiy ko'rsatkichlari xavf ostida bo'lgan, intensiv kuzatuv va yordamdan real foyda olishi mumkin bo'lgan bemor. Masalan, 79 yoshli bemorda og'ir pnevmoniya. Kislorod yetishmovchiligi bor, lekin yuragi va buyragi yordamga javob berishi ehtimoli bor. U reanimatsiya olinishi mumkin. Boshqa tomondan, saratonning oxirgi bosqichi, ko'p organ yetishmovchiligi, hushsiz yotgan, davolashga javob bermayotgan bemorda reanimatsiya har doim ham natija bermasligi mumkin.
Bunday vaziyatda shifokorlar oila bilan ochiq gaplashishi kerak. 5-nuans yozma javobi. Men oilalarga doim maslahat beraman. Og'zaki gapni eshitib uyga ketib qolmang. Agar bemorning holati sizga jiddiy ko'rinsa, qabul bo'limidan yozma ko'rik xulosasini, tashxisni, tavsiyani so'rang. Shifoxonaga yotqizishga ko'rsatma yo'q deyilsa, nega yo'qligi yozilsin. Masalan, qon bosimi barqaror, nevrologik belgi aniqlanmadi, ekagida o'tkir o'zgarish yo'q, ambulator davolanish tavsiya etildi degan jumlalar bo'lishi mumkin. Agar bunday xulosa bo'lsa, keyingi shifokor ham vaziyatni tushunadi. 6-nuans. Tez yordam hamma narsani hal qilib bermaydi, lekin to'g'ri chaqirilsa, juda muhim eshikni ochadi. Tez yordam chaqirganda onam yomon deb umumiy gapirmang. Aniq ayting, yoshi nechi, asosiy kasalligi nima? Hozirgi shikoyat nima? Bosimi nechi? Nafas olishi qiyinmi? Hushidami? Qon miqdori nechi? Qachondan beri? Masalan, onam bagin 1 yoshda diabet va bosimi bor. Bugun soat 10dan beri gaplari chalkash, o'ng qo'li kuchsiz. Bosimi B-aspirin 100. Bunday ma'lumot chaqiruvning jiddiyligini ko'rsatadi. 7-nuans, dori ro'yxati. Juda ko'p qariyalar bir vaqtning o'zida 6-10 xil dori ichadi. Bosim dorisi, qand dorisi, yurak dorisi, qon suyultiruvchi, og'riq qoldiruvchi, uyqu dorisi. Ba'zi dorilar bir-biri bilan mos kelmaydi, ba'zilari buyrakka zarar qiladi, ba'zilari bosh aylanishi va yiqilishga sabab bo'ladi. Shifoxonaga borganda dorilar nomini bilmaslik katta muammo. Bir oq tabletka, bir sariq tabletka degan gap shifokorga yordam bermaydi. Har bir oilada qariyaning dorilar ro'yxati qog'ozda yoki telefonda bo'lishi kerak. 8-nuans. Rozilik va bemorning o'z fikri. Agar qariya hushida gapni tushunsa, u davolanish bo'yicha qarorda ishtirok etishi kerak. Ba'zan farzandlar otamga aytmang, operatsiya qiling yoki onamni yotqizmang deydi. Lekin bemorning o'zi tushunadigan holatda bo'lsa, uning roziligi muhim. Shifokor bemorga oddiy tilda tushuntirishi kerak. Kasallik nima, davolashdan foyda nima, xavf nima, davolanmasa nima bo'ladi. Bu insoniy va huquqiy jihatdan ham muhim masala. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyda tibbiy papka tayyorlang. Unda pasport nusxasi, tibbiy karta nusxalari, oxirgi tahlillar, EKG, rentgen yoki KT javoblari. Kasalxonadan chiqish varaqalari, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati bo'lsin. Agar bemorda diabet bo'lsa, qand ko'rsatkichlari daftari, bosim bo'lsa, bosim o'lchovlari daftari bo'lsin. Masalan, ertalab dakika minimumda 1609, kechqurun 20. Ninnolida 1x5, bakan 5 kabi yozib boring. Bu shifokorga juda katta yordam beradi. Ikkinchi qadam, xavfli alomatlar ro'yxatini oilada hamma bilsin. Ko'krakda bosuvchi og'riq, nafas yetishmasligi, hushdan ketish, yuz qiyshayıshi, qo'l oyoq falaji. Gap buzilishi, qonning juda yuqori yoki juda past bo'lishi, qon ketishi, qora najas, siydik chiqmay qolishi, 39 dan yuqori harorat, kuchli suvsizlanish, yiqilib bosh urish, to'satdan chalkashlik. Bu belgilar bo'lsa kutmang. Ertaga ko'ramiz demang. Tez yordam chaqiring yoki shoshilinch bo'limga boring. 3-qadam, shifoxonaga borganda savollarni oldindan tayyorlang. Men tavsiya qiladigan savollar shular. Tashxis taxminan nima? Qaysi alomat xavfli? Shifoxonaga yotqizish uchun ko'rsatma bormi? Agar yo'q bo'lsa, nima sababdan? Uyda qaysi dori, qaysi dozada, necha marta ichiladi? Qaysi alomat bo'lsa, darhol qaytamiz? Qachon va qaysi shifokorga nazoratga boramiz? Bu savollar janjal uchun emas, bemorni himoya qilish uchun kerak. 4-qadam, yozma hujjat so'rang. Qabul bo'limida ko'rik bo'lgan bo'lsa, ko'rik varaqasi yoki xulosa bo'lishi kerak. Poliklinikada ko'rilsa, ambulator karta yoki tavsiya yozilishi kerak. Siz doktor, og'zaki tushundim, lekin uyda dorilarni adashtirmaslik uchun yozib bering deb muloyim so'rashingiz mumkin. Ko'pincha muammo aynan shu yerda. Odam uyga boradi. Qaysi dorini qachon ichirishni unutadi. 2 xil shifokor bergan dorini birga ichirib yuboradi. Keyin asorat chiqadi. 5-qadam, agar rad javob yoki e'tiborsizlik bo'lsa, tartib bilan murojaat qiling. Avval bo'lim mudiri yoki mas'ul shifokor bilan gaplashing. Vaziyatni hissiyot bilan emas, fakt bilan ayting. Bemor baximiz 3 yoshda, kislorod 18, bosim 9-6, harorat 38-7, hushda chalkashlik bor. Bizga yotqizish yoki kuzatuv bo'yicha yozma qaror kerak. Agar hal bo'lmasa, shifoxona rahbariyatiga yozma ariza qoldiring. Arizada bemorning FH, tug'ilgan yili, murojaat vaqti shikoyatlar siz so'rayotgan narsa aniq yozilsin. 6-qadam, tibbiy sug'urta, imtiyoz, nogironlik, pensiya hujjatlarini tartibga keltiring. Ayrim dorilar, tekshiruvlar yoki yo'llanmalar uchun hujjat kerak bo'ladi. Ko'p oilalar hujjatni oxirgi daqiqada qidiradi.
Natijada vaqt ketadi. Agar qariya nogironlik guruhi bo'lsa, tegishli hujjat nusxasi bo'lsin. Agar doimiy kasallik bilan ro'yxatda tursa, poliklinikadagi oilaviy shifokor bilan aloqa yo'li aniq bo'lsin. Telefon raqam, qabul kuni, navbat olish tartibini yozib qo'ying. 7-qadam, uy sharoitini to'g'rilang. Davolanish faqat dori emas. Qariyaning yiqilib ketmasligi uchun pol sirpanchiq bo'lmasin, hammomda tutqich bo'lsin, kechasi yo'l yoritilsin. Ko'zoynak va eshitish apparati ishlasin. Yotoqda yotadigan bemorda har 2 soatda holatini o'zgartirish, terni tekshirish, yetarli suyuqlik, oqsilga boy ovqat, nafas mashqlari, yotoq yarasining oldini olish muhim. Ba'zan shifoxonadan ham ko'ra uy parvarishi bemorning hayot sifatini ko'proq belgilaydi. 8-qadam, bitta odam mas'ul bo'lsin. Oilada 5 kishi shifokorga alohida qo'ng'iroq qilsa, ma'lumot chalkashadi. Bitta farzand yoki qarindosh asosiy mas'ul bo'lib, hujjatni yig'sin, dorilarni yozsin, shifokor gapini qayd qilsin. Masalan, daftar tuting, sana, shikoyat bo'lsin, qand berilgan dori, shifokor tavsiyasi. Bu oddiy daftar keyingi tekshiruvda juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. 9-qadam, qarorni tushunmasangiz, ikkinchi fikr oling. Lekin buni vaqt yo'qotadigan darajada cho'zmang. Agar vaziyat shoshilinch bo'lmasa, boshqa mutaxassisga ko'rinish foydali. Masalan, operatsiya tavsiya qilindi, lekin bemor 6 yoshda yurak yetishmovchiligi bor. Kardiolog, anesteziolog, jarroh fikrini birga solishtirish kerak. Agar vaziyat shoshilinch bo'lsa, masalan, ichki qon ketish yoki insult alomati bo'lsa, yana bitta odamdan so'raymiz deb soatlar o'tkazmang. 10-qadam, qariya bilan oldindan gaplashing. Bu og'ir mavzu, lekin kerak. U qaysi shifoxonaga borishni xohlaydi? Doimiy shifokori kim? Qaysi doriga allergiyasi bor? Og'ir holatda qanday qarorlarni ma'qul ko'radi? Kim uning nomidan gapiradi? Bunday suhbatni kasallik avj olgan paytda emas, tinch vaqtda qilish kerak. Bu oilani ham, shifokorni ham qiyin vaziyatda aniqroq harakat qilishga yordam beradi. Men yana bir narsani alohida aytaman. Internetdagi har bir vahimali xabarga ishonavermang. Qariyalarni davolamaslik haqida buyruq chiqdi degan jumla juda qo'rqinchli eshitiladi. Lekin siz rasmiy hujjatni, aniq manbani, qaysi davlat, qaysi shifoxona, qaysi sana, qaysi tartib ekanini ko'rmasangiz, xulosa qilishga shoshilmang. Tibbiyotda protokol bo'lishi mumkin, navbat bo'lishi mumkin, rejalashtirilgan davolanishga talab bo'lishi mumkin. Lekin bu bemorni yoshiga qarab tashlab qo'yish mumkin degani emas. Agar siz shifoxonada adolatsizlikka duch kelsangiz, ovozingizni ko'tarmasdan, lekin qat'iy harakat qiling. Shifokor bilan hurmatli tilda gaplashing, chunki u ham bosim ostida ishlayotgan bo'lishi mumkin. Lekin hurmat degani jim qolish emas. Siz bemorning holati bo'yicha tushuntirish, yozma tavsiya, tahlil natijasi, tashxis va keyingi reja so'rashga haqlisiz. Ayniqsa qariyalarda uyga olib boring degan gapning ortidan aniq parvarish rejasi bo'lmasa, bu oila uchun xavfli bo'lishi mumkin. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, qariyalarni davolashdan bosh tortish normal holat emas. Yoshning o'zi hech qachon yagona mezon bo'lmasligi kerak. Lekin shifoxonaga yotqizish ham faqat yoshga qarab emas. Aniq tibbiy ko'rsatmaga qarab belgilanadi. Sizning vazifangiz vahimaga tushish emas, belgilarni to'g'ri aniqlash, hujjatlarni tayyorlash, yozma xulosa so'rash, xavfli alomatlarda vaqtni bo'y bermaslik va bemorning huquqini xotirjam, qat'iy himoya qilishdir. Agar sizning oilangizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Shifoxonada qanday javob berishdi? Qariyangizni yotqizishdimi yoki uyga yuborishdimi? Siz qanday yo'l tutdingiz? Bu boshqa odamlar uchun ham foydali tajriba bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot bir kuni aynan sizning oilangizga kerak bo'lib qolishi mumkin.